bir mijozimiz qo'ng'iroq qilib, "Aka, kelisda sizdan olgan qo'zi qo'chqorlar bor. Beshalasini sotmoqchiman. Mayli, sotib beramiz, xudo xolasa. Hozir borib ko'rmoqchiman, qanaqa qo'ylar ekan." Videolarni tashlab berdilar, endi video bari aldab qo'yadi-yu. Olmayapti, charchamayapsizmi? Hayitlaringiz muborak bo'lsin. Mana sizdan olgan o'sha Qirg'izistondan keltirilgan qo'zi qo'chqorlar. O'shani hozir olib, xudo xolasa mashinaga ortib, firmamizga olib bormoqchiman. Kimga kerak bo'lsa. Oqilgan, faqat chala boqilganda, endi necha kilo bilmayman, hali ko'rmadim. Hisobinglar olinglar, xudo xolasa bugun yetkazamiz. Bugun yana bitta xaridorim telefon qilib aytuvdilar, ularda ham bir 3-4 ta mana shu bir 100 kilo atrofida qo'ylar bor ekan, ularni ham bizdan olishgan, shuni sotib bering deb aytuvdilar. Ularni ham xudo xolasa chiqaramiz. Obuna va izoh qoldirib, yuksalishimizga hissa qo'shing.